Demak, hurmatli mijozlar, 2026-yil avgust oyida kelgan yangi sotuvga chiqqan mahsulotlar haqida gaplashamiz. Akkumulyatorni stabilniy pilani ko'rgandilaring, bu yerda esa endi simli stabilniy pila, kickback kontroli bor. Akkumulyatorning bolgarkamiz, udarni akkumulyatorning gaykovert, udarni akkumulyatorning vintavert, akkumulyatorning uglovaya treshotka, yangi polirovka apparatimiz keldi va bu yangi keysimiz. Akkumulyatorni uglovaya treshotka. Bunday uskuna bizda hali bo'lmagan endi, bu yangi keldi bu uskunamiz. Bosh qismi alyumin, o'rtasi plastmas hamda qo'lni terlatmaydigan rezina yopishtirilgan. Bu o'zi nima uchun kerak deydigan usta akalarimiz uchun bu trudno dostupniy место, ya'ni inson yetib borishi qiyin bo'lgan joylarga, araliq-saraliqlarga, burchak-surchaklarga tiqib turib, bo'shatib qotirish uchun mo'ljallangan uskuna. 16 volt, 2 amper-soat litiy-ion batareyalar bilan jihozlangan. Ushbu yangi sotuvga chiqqan mahsulotlarimizning to'liq batafsil videosini hozirgina YouTube'dagi kanalimizga joylab qo'ydik. Agar kimga qiziq bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizga kirib turib, batafsil tanishishlari mumkin. E'tibor uchun rahmat.